Ho'p, navbatdagi ma'ruzamiz o'sha yana magnetizm davom bo'ladi. Bizlar sizlar bilan oldingi ma'ruza darslarida mm, magnit maydoni e, nima ekanligini, uning tabiati to'g'risida, uning xarakteristikalari to'g'risida to'xtalib o'tdik. Magnit maydon induksiyasi degan tushunchani o'rgandik. Keyin e, qanaqa o'tkazgichlar atrofida qanday magnit maydonlar paydo bo'lishi va bu magnit maydonlarni e, boshqa magnitlarga yoki o'tkazgichlarga ta'sirini ko'rdik. Ya'ni Amper qonunini ko'rdik. Va bu yerda Lorentz kuchi to'g'risida ham ko'rib chiqdik. Ya'ni belgilangan zarrachalar harakatida magnit maydoni qanday ta'sir ko'rsatishi. Bugungi darsimizda biz endi e, elektromagnit induksiya degan mavzuga o'tamiz. Bu mavzuda mana shu mavzuni mana bu yerda mana ma'ruzaning rejasi bor. Magnit elektron sirkulyatsiyasi to'g'risida solenoid va toroidning magnit maydoni. Moddaning magnit maydoni, molekulyar toklar, magnitlanish kabi tushunchalarni hozir ko'rib o'tamiz. Bu yerda bu mavzuda biz sizni ko'radigan mavzumizda demak dastlabki o'nlaqancha tushuncha kiritiladi magnit induksiya vektori to'g'risida va o'sha o'tkazgichlarning atrofida qanday holda magnit maydoni namoyon bo'ladi. Mana shuni nazariy jihatdan hisoblash uchun mana bu solenoid degan asbobni ko'ramiz. Solenoid bu endi transformatorlar yoki g'altaklar, ya'ni mana bunaqa spiral shaklida o'ralgan o'tkazgich va bu o'tkazgichdan tok o'tganda biz bilamizki, tokli o'tkazgich atrofida magnit maydon hosil bo'ladi va magnit maydonining ko'rinishi mana bu punktir chiziqlar orqali biza ifodalanadi. Mana shu o'tkazgichning markazida magnit maydon bir jinsli bo'lib, bu yerda bir jinsli emas, chunki bu har xil joyda har xil kuchlanish chiziqlari bor. Mana bu yerda esa parallel chiziqlardan iborat bo'ladi va ko'pincha mana shu qismi bizani qiziqtiradi. Mana shu yerdagi magnit induksiyasi mana bu bir shu solenoiddagi n bu yerda katta n o'ramlar soni, ya'ni nechta o'ramdan iboratligi va qaysi tok qanday tok kuchi qanday ekanligiga bog'liq va solenoidning uzunligiga bog'liq. Qancha uzun, shuncha qancha uzun bo'lsa, shuncha bu yerda kuchli magnit maydoni hosil bo'ladi. Mana bu tajriba ko'rinib turibdi. Demak, mana bu spiraldan tok o'tganda, mana buni kalitni ulasak, mana bu solenoiddan tok o'tadi va uning atrofida magnit maydoni hosil bo'ladi. Magnit maydoni demak yuqorida ko'rsatilgan shaklda bo'ladi va o'z navbatda mana bu kompasga, ya'ni magnit sirklariga ta'sir ko'rsatadi. Tok o'tmay qolgan paytlarda bu yerning magnit maydoni yo'l bo'ylab yo'naladi. Tok o'tgan paytda bu manbadagi magnit maydon yerning magnit maydoniga qaraganda ancha kuchli, chunki yaqin masofada ta'sir qiladi. Natijada bu magnit sirkasiga ta'sir qilib, unga aylantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda toroid, boshqa magnit. Endi qanaqa qilib u doimiy magnitlar bo'ladi? Biz ham faqat tok o'tganda emas, biz magnitlangan jismlar to'g'risida ham tasavvurga egamiz. Ya'ni bunaqa magnitlangan jismlarning o'zi ham bo'ladi. Nima uchun ulardan tok o'tmasa ham magnit paydo bo'ladi degan savolga quyidagicha biz tushuntirish kiritishimiz lozim. Chunki bunday jismlarning ichida ularning atom tuzilishidan iborat bo'lgani uchun atom atrofidagi elektronlar aylanib, bular ham mikro aylanma toklarni hosil qiladi. Va mana shu mikro aylanma toklar hisobiga o'sha jismlarning o'zi to'laligicha magnitlangan bo'lib qolishi mumkin. Odatdagi holatda bu magnitlarning kichkina magnit bo'lakchalari, ya'ni mikro bo'lakchalarning yo'nalishlari turlicha bo'lgani uchun jism magnit xususiyatini namoyon qilmaydi. Lekin ayrim jismlar yoki ayrim hollarda ularga tashqaridan ta'sir qilib magnitlangan natijasida ular doimiy magnitga aylanib qoladi. Ya'ni ularning har birining yo'nalishi bir xil yo'nalishda bo'lgani uchun u magnitlanish xususiyatiga ega bo'lib qoladi. Amper taklif etgan taxminga asosan moddalardagi molekulalarda aylanma mikrotoklarning mavjudligi ularning magnitlanishini tushunishga yordam berar ekan. Endi bu yerda yana magnit maydonining ikkinchi xarakteristikasi ham bor. U magnit kuchlanganligi, ya'ni maydon kuchlanganligi. Magnit maydon kuchlanganligi magnit induksiyasining ayni o'ziga o'xshaydi, faqat birliklar bo'yicha sal biroz farq qiladi.
bu ham kuch xarakteristika, bu ham kuch xarakteristika. Ular mana bu koeffitsiyentlarga mos ravishda bir-biridan farq qiladi. Bu yerda mu o'sha magnitga joylashgan muhitning magnit sindiruvchanligi mu nol, bu magnit doimiysi, bu magnit kuchlangan. Demak, ular o'zaro shu tartibda bog'langan. Endi mana bu matematikalarni man sizlarga hozir tushuntirib o'tirmayman. Demak, bu yerda ikkita to'qlar mana magnitlangan jismlarni o'sha magnitlanish qobiliyatiga qarab turib magnetiklar hozirgi zamon klassifikatsiyasi bo'yicha quyidagi turlarga aylanadi. Demak, diamagnetik degan ayrim jismlar diamagnetiklik xususiyatiga ega bo'ladi. Ularning magnit sindiruvchanligi birdan kichik bo'ladi. Paramagnetiklarniki birdan katta bo'ladi. Ferromagnetiklar esa juda ham katta bo'ladi. Mana magnit sindiruvchanligi 10^3, 10^5. Ya'ni birorta magnit maydonida ferromagnetik ichida hosil qilsak, ularda magnit maydon 1000 martadan tortib 10,000 martagacha yoki 100,000 martagacha kattalashib ketishi mumkin. Chunki magnitlanish xususiyati yuqori bo'lgan jismlarga ferromagnetik deymiz. Va antiferromagnetiklar aksincha magnit maydonini susaytiradi. Bularni ham ko'rib o'tamiz keyin. Mana endi diamagnetiklarga qanaqa jismlar kiradi? Bunga manfiy, mana bu yerda kappasi magnit bo'ladi. Bu magnit qabul qiluvchanlik deymiz. Bu o'sha magnit sindiruvchanlik bilan bir xil ma'noga ega bo'lgan narsalar. Mana shunisi qiymatiga qarab turib, demak, bular bir-biridan farq qiladi. Masalan, diamagnetiklarga suv kiradi. Mana uning magnit qabul qiluvchanligi 9(10⁻6 milliondan bir qismiga to'g'ri kumush. Demak, mana bular magnit maydonini aksincha susaytirar ekan. Paramagnetiklar bular endi taxminan bir xil qiymatda bersa, endi asosan ferromagnetiklar bular mu magnit sindiruvchanligi paramagnetiklarga nisbatan 10^10 marta, demak 100,000 marta undan ko'p, 1,000,000 marta katta. Shu sababli ferromagnitlar kuchli magnit moddalar deb ataladi va kuchli magnit maydonni hosil qilish uchun elektromagnitlarning o'zagi sifatida ishlatiladi. Ko'rgan bo'lsanglar, transformatorlarning ichida bo'ladi. Bular sizlar laboratoriya ishida ham ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda o'sha magnitlangan jism, mana masalan bu jismni biroz magnitga yaqinlashtirsak, bu magnitlanib qoladi. Endi bunga olov bersak, u o'zining magnitlanish xususiyatini yo'qotadi. Demak, issiqlik ta'sirida yoki qattiq siltash natijasida mana bu magnitlangan mix, demak, o'zidan magnitlanish xususiyatini yo'qotadi, magnitga tortilmay qolyapti. Mana bu o'zi ferromagnetiklar mana shu magnitlanish xususiyati yuqori bo'lgan. Ферромагнетики– это вещества, в которых есть области самопроизводства. O'zbekchasiga gapiraman. Demak, ferromagnetiklarning ichida mana bu kichkina sirkalar, bu o'sha kichkina bo'lakchalardan iborat domenlar deymiz. O'shalarni har birida strelkalar turli tomonga yo'nalgan bo'lgani uchun dastlab bular magnitlangan emas. Mana hech qanaqangi mana bu mixlarni o'ziga tortmayapti. Endi bunga tashqaridagi magnitni, doimiy magnitni tekkizsak, buning ichidagi o'sha domenlar sekin-sekin burilib yo'nalishga boradi, bu magnitlanib qoladi. Demak, mana bu magnitning ta'siri bunga o'tib, bu orqali mana bunga ta'sir qilib, magnitni o'ziga tortib olishi, kuzatilishi mumkin. Yoki buni ustidan magnitni aylantirib yuritsak, uning ichidagi o'sha domenlar yana o'shani ko'rasiz, yo'nalishini o'zgartirib, magnitlanib qoladi-da. Keyin endi bu magnitni uzoqlashtirib qo'yganimizdan keyin ham bu jismning o'zi, ya'ni mana bu ferromagnit bo'lakchasi ko'pincha po'lat, temir, mana shular magnitlanish xususiyatiga ega. Bular o'zi magnitlanib qoladi. Mana 3-4 marta yurgizdik, bu ancha magnitlanib qoldi. Endi buni o'zini olib kelsak ham, bu o'zida magnit xususiyatini namoyon qiladi. Demak, doimiy magnitning paydo bo'lishi shu tariqa tushunishimiz mumkin. Ya'ni ularning ichidagi kichkina magnitlangan yo'nalishlar bir yo'nalishga chizikka to'g'ri qolishi natijasida sodir bo'ladi. Endi magnitda bu gisterezis hodisasi degan hodisa bor. Mana masalan o'sha ferromagnetiki, bu yerda mana bu yerda G o'sha magnitlangan jismlarning zichligini olsak, bu yerda tashqaridan qo'yilgan magnit maydon kuchlanganligini oladigan bo'lsak, shu kuchlanganlikni oshirib borishimiz tariqasida bu sekin-sekin magnitlanib qoladi va u qandaydir
ma'lum bir qiymatgacha oshib boradi uni magnitlash xususiyati. Endi undan keyin qancha oshirsak ham magnit maydon kuchlanganligini bu magnitlanishi o'sha qiymatdan oshmaydi. Buni to'yinish magnitlanishi deymiz. Endi teskari yo'nalishda, ya'ni magnit maydonini, tashqi magnit maydonini kamaytirsak, tashqi magnit maydonini kamaytirish natijasida u demak u magnitlanish xususiyati ham kamayib boradi. Lekin tashqi maydon nolga teng bo'lganda ham qanaqadir qoldiq magnitlanish xususiyati paydo bo'ladi. Yana teskari yo'nalishda yo'naltirsak magnit maydonni, holda yana u magnitlanish xususiyati yana kamayib, u demak nolga tushib qolishi mumkin. Yana davom ettirsak buni, qoldiq bo'lsa, yana davom ettirsak, demak u teskari yo'nalishda magnitlanib boradi. Hozir mana bunaqangi ko'rishimiz mumkin. Va endi yana magnit maydonni teskari yo'nalishdan o'ng yo'nalishga qarab sekin-asta kamaytirib, keyin oshirib borsak, unda chizig'imiz mana bunaqangi tarzda pastroqdan ketadi. Ya'ni mana bunaqa yaproqsimon shaklni hosil qiladi. Ferromagnetda mana shu o'zgaruvchan magnit maydon ta'sir etgandagi magnit maydon kuchlanganligiga nisbatan gisterezis halqasi, ya'ni kechikib o'zgarishi ro'y beradi. Mana shuni halqaning gisterezis halqasi deb ataladi. Mana bu chizmada biza o'sha magnitlardan qanaqa qilib foydalanadi amalda. Demak, masalan, magnit disklarini ko'rsak, kompyuterlarda yoki boshqa qurilmalarda yoki mana bunaqangi disklar bo'ladi. Qanday qilib ana shu magnit xossasidan foydalanib bu informatsiya, ya'ni ma'lumotlar yoziladi. Shuni sabab bilan ko'rib o'tsak, bu shunaqangi bir plastinkaki, u qattiq jismni o'sha diskning sirtiga magnitlanish xususiyatiga ega bo'lgan qobiq bilan qoplanadi. Mana bu yerda mana qora, demak bu asosi plastmassa bo'lsa, uning tepasiga mana shu metallik qobiq bilan qoplanadi va bu qobiq demak tashqi magnit maydon ta'sirida magnitlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana bu yerga agar biz magnitni olib kelsak, mana bu yerda bu yerdan magnit mana shuni tushirib, mana bu yerda magnit ichidagi domenlari har xil yo'nalishda bo'lsa ham, lekin mana bu yerdan biz tok o'tkaza boshlasak, unda mana bu magnit maydoni hosil bo'lib, mana bu yerdagi sirtdagi domenlarni tartibga tushirib qoladi. Tok bo'lmaganda bular betartib turaveradi. Tok paydo bo'lishi bilan magnit ta'sirida yo'nalishni o'zgartirib magnitlanib qoladi. Mana shu tarzda disklarning sirtiga biz o'sha magnit maydon ta'sirida magnit yozuvlarini, ya'ni informatsiyani yozuvlarni olib borish mumkin. Bu yerda raqamlimi, musikalmi yoki gaplarmi, hamma narsani demak tekstovoymi shularni diskga yozishda ana shu magnit maydon ta'sirida diskning sirtidagi magnitlanish xususiyatini o'zgartirish natijasida disklarda shundan foydalaniladi. Mana bu yerda ko'rinyapti, magnitlarni ko'ryaptimizlarga. Ana shu endi mana bu endi qaysi tarzda biza buni tokka berib bermasligimiz bu natijada bu informatsiya bilan bog'liq. Buni kodirovka deymiz, ya'ni 1, 2 hokazo. Endi o'qiyotganda teskarisi. Endi bu yerda biz o'sha diskka aylantiramizda, mana bu yerga o'quvchi nima qilamiz? Bu yerda endi mana bu maydon ta'sirida bu yerda, ya'ni o'zakda magnit maydoni hosil bo'ladi. Magnit maydoni hosil bo'lib, bu informatsiya ya'ni elektr tokini yuzaga keltirib, tepaga keladi va u elektr toki tepada tegishli informatsiyani tepaga uzatadi. Demak, bu endi magnit diskidan informatsiyani teskarisiga o'qib olish. Yozishda demak biz bu yerdagi tok orqali bu yerni magnitlaymiz. Endi bu yerdagi magnit orqali mana bu yerda elektromagnetik induksiya tufayli biz endi informatsiyani, ya'ni ma'lumotlarni o'qiy boshlaymiz. Mana bularni agar bitta ko'rsak, toklar orqali ko'rsak, demak mana vaqt o'tishi bilan bunaqangi magnitlanmagan joyi biz 0 bilan belgilaymiz. Magnitlangan joyini esa 1 deb belgilasak, mana bu yerda u yoki bu yo'nalishda teskari yo'nalishda ham bo'lishi mumkin. Mana bu yerda 1, yana magnitlanmagan joyi 0. Shunaqa qilib 0 va 1lardan iborat kodlar demak yozilib boradi. Bularni endi haligi ikki двоичный sistema deymiz-ku, o'sha programmirованiyada o'qigan bo'lsanglar kerak, o'sha raqamli informatsiyalarni ikkilamchi sistemada yoki o'sha 0 va 1lar orqali kombinatsiyasi orqali turli informatsiyani yozib borishimiz mumkin.